Mana bu yerda mashinamiz Matiz Best ikkinchi pozitsiya 2010-yil ishlab chiqarilgan 338 ming kilometr bosib o'tgan. Navorotlarimizga keladigan bo'lsak, Android monitorlar bilan aka printlarimiz bor. 4 yumshoq balonda turibdi. Bu mashinamiz benzinda. Yana bitta mashinamiz Gentra Euro birinchi pozitsiya 2015-yil ishlab chiqarilgan 230 ming kilometr bosib o'tgan. Mashinamiz benzinda 4 yumshoq balonlari bilan. Navbatdagi mashinamiz Nexia Sons birinchi pozitsiya 97-yil ishlab chiqarilgan 420 ming kilometr bosib o'tgan. 4 ta yangi baloni bor. Mashinamiz benzinda harakatlanadi. Mana bugungi obzorimizda oxirgi mashinamiz Nexia 2 Sons birinchi pozitsiya. Bu pozitsiyalar eksportga ishlab chiqarilgan. 2017-yil ishlab chiqarilgan 168 ming kilometr bosib o'tgan. Navorotlarimizdan monitorimiz qo'yilgan. 4-paketli propanlarimiz bor. 4 ta yumshoq balonlarda turibdi.